Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Kali Linux bo'yicha gaplashamiz. Kali Linux o'zi qanday tizim? Kali Linux biz bilamizki, kiber xavfsizlik va hakkerlik yo'nalishida qiziqadigan barcha borki, Kali Linux nima va qandayligini anglaydi. Agar bilmaganlar bo'lsa, yana bir bor aytib o'tamiz. Kali Linux pen testing va kiber xavfsizlikka yo'naltirilgan asosiy tizimlardan biri hisoblanadi. Nimaga asosiy tizimlardan deyapmiz? Chunki bu ochiq kodli tizim bo'lib, barchasi ochiq, o'zingiz xohlaganingizcha o'zgartirib olasiz. Tizim o'zingizga moslab olaveradi bemalol. Tizim haqida qisqacha gapiramiz. Bu Kali Linux tizimi ko'rib o'tamiz. Bu oddiy interfeysga ega bo'lgan dastur. Bunda oddiy kerakli ko'p ishlatadigan dasturlar turadi. Bir asosiy dasturlar manbasini esa biz qo'lda apps ko'rib olishimiz mumkin. Bunda bo'limlar, har bir bo'lim o'zining dasturlari va o'zining torslariga ega. Ko'rishingiz mumkin barchasi. Kali Linux torslari va kiber xavfsizlikka yo'naltirilgan torslar asosan nechta turga bo'linadi deyilsa, bo'lim turlari ko'p, lekin shuni aytish lozimki, Kali Linuxda asosiy torslar, kiber xavfsizlikka qaratilgan torslar 700 tadan ko'p hisoblanadi. Bu esa ancha foydali va o'rganish ancha qulay bo'lgan dastur. Chunki Windows'dagi eng yaqin dasturlardan bittasi va kuchli dasturlardan bittasi Kali Linux hisoblanadi. Linux oilasidagi o'zini o'rniga ega tizim deya olamiz bemalol Kali Linux. Bunda biz bugun nimalar haqida gaplashamiz? Kali Linux o'rnatish haqida va qanday o'rnatilishi haqida gaplashib o'tamiz. Bunda birinchi biz kali.org saytiga kirib olamiz. Bunda Kali Linuxning asosiy sayti kali.org. Bunda to'lanish tugmasini bosish orqali kirishingiz mumkin. Kali Linux qanday o'rnatsa bo'ladi? Kali Linux versiyalari juda ko'p. Bulutli Linux, Mobile, protsessorli yo install images to'liq tizim, virtual mashina, mana bu Live eng ko'p tarqalgan live versiyasi. Bu versiya, mana shu 3 ta versiya eng ko'p tarqalgan. Agar to'liq Linux tizimiga o'tmoqchi bo'lsangiz, to'liq Kali Linux tizimiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, ya'ni install images qilishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, men virtual mashina orqali ishlayman desangiz, virtual mashina yo mobilniy qurilmalarga bo'lsa, mobilni ko'rishimiz yo'q. Men faqat USB orqali ishlataman desangiz, USB bot live bot versiyasi ham mavjud. Endi har bir versiyalarni ko'rib chiqamiz. Masalan, installer images haqida o'tamiz. Installer images rekomendatsiya eng oxirgi chiqqan ko'rsatib o'tilgan. Bunda 4.4 GB ko'rsatilgan. Torrent orqali yuklab olishingiz ham mumkin. Bular esa eski versiyalari. Masalan, ISO fayl shaklida yuklab olasiz va flash USB flashkangizga Rufus orqali yozib olinadi. Buni ham keyingi darslarga o'rgatib boramiz. Hozir esa biz Kali Linuxning install documents, ya'ni to'liq tizim qilib ishlatilishini ko'ryapmiz. Mana bu ham Kali boshqa versiyalari. Ikkinchi versiyasi virtual mashina qilib ishlatish versiyalar. Bu ham keng tarqalgan hisoblanadi. Eng ko'p tarqalgan VMware orqali, VMware virtual mashinasi orqali, VirtualBox va Qemu orqali eng ko'p tarqalgan ishlatish usullaridan biri hisoblanadi bular. Masalan, VMware orqali bilsangiz, VMware dasturining orqali ISO VM fayli yuklanadi va virtual mashinaga o'rnatiladi. Virtual box esa ISO fayl yuklanadi, virtual mashinaga o'qitiladi. Buni ham keyingi darsliklarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Qemu ham xuddi shunday, barchasini ko'rsatib ketamiz. Uchinchisi
Mana bu ham xuddi shunday. Keyingisi mobilni, ya'ni telefonni Android tizimi, masalan telefonni olsangiz agar Redmi, Samsung yo Honor bular Android tizimiga asoslangan. Xuddi shu narsani Linux tizimi, ya'ni Linux tizimi nima bo'ladi? Faqat sim karta, ya'ni sim karta o'qimaydi, qo'ng'iroq qilolmaysiz, SMS xabarlasholmaysiz, lekin internetga ulanolmaysiz. Internetga faqat Wi-Fi orqali ulansangiz bo'ladi. Masalan, ko'rishingiz mumkin, o'zi ko'rsatib o'tilyapti. Yuqorida esa ularning versiyalari mana ko'rsatib o'zi. Keyin pastroq tushamiz, xuddi shunday mana interfeysi ko'rsatib o'tilgan, ko'rishingiz mumkin. Saytiga kirib bu yerga mana telefon modellariga qarab o'zini versiyalari chiqqan. Netbook Technology mana bular Oppo telefonlari uchun Oppo A37 2016 uchun chiqarilgan. Samsung modellari, barcha Samsung modellarini ko'rishingiz mumkin. Bu esa Xiaomi, Redmi Mi oilasiga, Xiaomi oilasiga mansub barcha telefonlar uchun. Bu Google va Huawei uchun. Bunisi Google'ni o'zi telefonlari uchun. Ko'rishim, hatto Motorola va Nokialar uchun ham versiyalar mavjud. Masalan Gemini, LG, Sony Ericssonlargacha Linux mobilni versiyalari mavjud barchasi. Keyin Live bo'limiga o'tamiz. Live bo'limi esa yuzli fleshkada orqali mana Kali 2025 eng oxirgi versiyalardan bittasi hisoblanadi bu. Aytishingiz mumkin, mobil qurilmalarda Linux ishlatishi mumkinmi, to'liq tizim qilmasa u ham mumkin. U ham mumkin. O'rganish maqsadida boshlang'ich terminal, lekin terminal o'rnatasiz, terminalda buyruqlar ketma-ketligi, ya'ni Linux terminali orqali ishlatishingiz mumkin. Hozir Linux terminallarini ham o'zimizda ko'rib chiqamiz. Bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Kali dasturlarni ko'rib chiqsak, endi Kali terminali haqida qisqacha aytib o'tamiz. Bu Kalining ichki terminali, ya'ni oddiy terminal, faqat Kalining ichki buyruqlari asosida qilinadi. Lekin boshqa buyruqlar oldida sudo buyrug'ini qo'shganimizda, ya'ni ichki tizimdan tashqari ham buyruqlarni bajarib beradi. Ya'ni rot terminalga aylanadi. Agar yo'q, menga birdan rot terminalga o'taman desangiz, xuddi shu oddiy terminaldan sudo buyrug'i orqali ham o'tsangiz bo'ladi. Sudo buyrug'ini yozamiz, enter tugmasini bosamiz. Sudo password for Kali, ya'ni rot terminalga o'tish uchun parolingizni kiriting deyapti. Bunda parol esa kompyuterga qo'yilgan parol, kirish uchun qo'yilgan parolingizni kiritasiz. Menda Kali, boshqalarda bilmadim, qandaydir o'zi uchun parol qo'yiladi. Tizim o'rnatilayotgan paytiga uni ham ko'rib chiqamiz. Yozamiz masalan Kali, o'zimizga parol ko'rinmaydi, parol va xavfsizlik nuqtai nazaridan parol ko'rinmaydi. Mana rot terminaliga o'tdi. My server tizim nomim rot Kali. Mana hozir home papkasini esa Kali bo'limida turibdi. Buni ham ko'rishim mumkin. ls, masalan hozir bizga Kalining ichidagi fayllar kerak. Mana ls Kali mana shu fayllar bor. Xuddi shu narsani cd qilamiz. Desktop ya'ni desktop fayli ichiga kir deyapti. Desktop ya'ni Kali ekranni ko'ramiz. Ya'ni Kali ekran mana home Kali desktop kirildi. ls buyrug'i orqali desktopdagi nimalarni ko'raman. Mana barchasi ko'rinyapti. Orqaga qaytish uchun esa ikki nuqta panjarani bosamiz, bir qadam orqaga qaytadi. Mana qadam orqaga qaytadi. O'chirib tashlash uchun clear
tugmasi bosish orqali barchasi faqat shu yo'l bilan rot terminalga o'tamiz desalaring bu xato bo'ladi, chunki rot terminalni o'zini ham alohida dastur sifatida ko'rsatilgan, alohida uning uchun terminal yozib olamiz. Mana rot terminal ochib kirish uchun parol so'raydi. Yuqorida yani oddiy terminaldan ham so'raganda bundan so'raydi. Masalan, kiritamiz. Kali parolni kiritamiz. Mana rot terminal. Bunda sudo so'zi yozish shart emas. Yozsangiz ham hech narsa qilmaydi. Sudo so'zini yozmasangiz ham shart emas. O'zi avtomatik qiladi bu. Ham ichki tizim bo'yicha ishlaydi, ham tashqi tizimlar bo'yicha qilinsa, masalan, hackinglar qilinsa yo DDoS ataklar yo boshqalar qilinsa, barchasi rot terminal orqali qilinadi. Oddiy terminal xuddi Windows'ning SMD terminaliga o'xshagan, faqat tizim uchun ishlab beradi. Agar sudo buyrug'i qo'shilmasa. Bu tushunarli deb umid qilaman. Настройка qismiga ham o'tamiz. Настройка qismini kiramiz. Bu настройка qismi bo'ladi. Kali Linux настройка qismi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi Windows'dagidek barchasi keltirib o'tilgan. Barchasi keltirib o'tilgan. Masalan, faqat Linux orqali nimalar qilsa bo'ladi? Va yuqorida aytganimdek, hackinglar, boshqalar barchasi Kali tizimi orqali qilinadi. Kali tizimidan kuchliroq tizim yo'qmi? Yo'q. Kali tizimidan kuchliroq tizim bor. Bu Linux oilasiga mansub bo'lgan Black Arch tizimi hisoblanadi. Undagi toolslar va dasturlar soni 1,5 mingtadan ortiq. Ya'ni kiberxavfsizlikka qaratilgan dastur va toolslar 1,5 mingtadan ortiq. Kalida yo'qmi? Yo'q. Kalida asosan 700 tagacha yetgan, lekin biz bilamizki GitHubda agar GitHubda ishlashni bilsangiz, GitHubda ham bir necha dasturlar bor, bir necha toolslar bor. Eng ko'p tarqalgan toolslar GitHubda. Masalan, Wi-Fi bu pentest qilish yo OSINT barchasi GitHubda bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yana agar sizni qiziqtirgan, Kali Linux sizni qiziqtirgan nimadir savollaringiz yo boshqalaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda keyingi darslarimiz yoki videolarimiz nima haqida bo'lishi, nimalarga e'tibor qaratishimiz lozimligi aytib o'tsangiz bemalol qilamiz. Xudo xohlasa keyingi nimalardan har bir bo'lim va dasturlar bo'limi haqida masalan yozib qoldirsa, Wi-Fi pentestlarni ko'rib chiqamiz, DDoS ataklarni, OSINT bo'limlarini ko'rib chiqamiz, barchasini sekinlik bilan ko'rib chiqamiz. Agar darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya, obuna tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilib qo'ygan bo'lardik.